hozir mijozimizga yana qayta zbros qilib ko'rsatyapmiz. Mana bir xil ishonmaydi. To'g'ri, bu narsa normal holat. Shuning uchun hozir zbros ham qilib ko'rsatib bering programmasini, qayta tushadimi yo'qmi degan savollarga javob bo'ladi bu. Hozir yana qayta aktivlashtiraman. Zbros ketyapti hozir. Hozir o'rtoqlar mana endi zbrosdan keyingi holatda aklot ko'rsatmayapti. Mayli, aktiv qilib ko'rsataman. Okey, bosdik. Bitta bo'ldimi? O'zi o'tib ketsa ham. Mana. Aklot tushganda qanaqa vaziyatga tushdingiz? Yo'q, aniq yuzingizni olmaymiz mana shuni. Vahima bosib odam qo'rqib, shuncha pulingga olingan baribir katta rasob bo'ldi bo'ladi. 14 kunda bo'ladi deganiga ishondingizmi yo'q? To'g'risini ayting. Yo'q. Ishonmadingiz. Lekin 14 kundan ham o'zingiz kechikdingiz, lekin hozir holat qanaqa o'zingizda? Ichimga sig'masa, yakamdan to'g'riladigandek. O'rtoqlar, xudo xolasa keyingi telefonlar agar bloki bo'lsa sizlarniki bo'lishi mumkin. Salomat bo'linglar.